Kreditiniz bormi? Bor, конечно. Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan yana men Ayim Mobur va bu yana Beruniy narxlari. Bugungi videomizda Beruniyli insonlar o'rtacha necha so'm pul topadi degan savollaringizga mashin temasi orqali javob beramiz va bugungi mehmonimiz mashin furushlik temasi bo'yicha, ya'ni mashin olib sotish bo'yicha eng eldilaridan birisi Umurbek aka bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nu ish etasiz ag'a, nu soha bo'yicha ish yuritasiz, o'zingizni tanishtiring. Shu mashin olib sotamiz. Portier, oldi sotdi, shu bilan shug'ullanamiz. Asosiy mashin. Bir oyda shu soha bo'yicha necha so'm foyda etasiz? Endi har xil 5 million, 10 million, 20 million ham bo'lib ketgan vaqtlari bo'lgan. Savdo. Qancha vaqtdan beri bu sohada ish yuritasiz? Necha yil bo'ldi? 5-yilim bu. UzAvtoBene degan kanalda yuritaman. 5 yil bo'ldi. Ajoyib. Bir mashindan o'rtacha qancha foyda qiladi? Har xil 3 million, 2 million ham ishlagan vaqtlarimiz bo'lgan, 5-6 million ham ishlagan vaqtlarimiz bo'lgan. Har xil savdo bu. Mashinalarningiz bu yerda qanday variantda sotiladi? Kredit ili qanday? Barter, hammasi bormi? Farqi yo'q, Liboy to'da. Olaman desa bo'ldi. Olaman desa bo'ldi, farqi yo'q. Dokument yaqindan muammo yo'q. Oformiyada pul sanaveradi. Notariusda. Hozirgi turgan bu joyimiz, ya'ni Umurbek akamizning mashin mestisi, ya'ni ofisi Vusal to'yxona yonida joylashgan. Bu yog'imiz Vusal to'yxona. Bu yerda turibmiz. Bu soha bo'yicha ish endi boshlayajak bo'lgan insonlarga nima deysiz? Maslahat berasizmi bu sohani? Bilmasam endi masalan nima deysan? İşte halal to'g'ri ishlasin bo'ldi. Aldamasin, bor narsani barincha aytib bersin. Siz bor edi, kraska bor deb bersin, kilometrni qaytarmasin. To'g'ri ishlasa bo'ldi. Xudo taolo o'zi yetiraveradi yani. Kreditingiz bormi? Bor, конечно. Javob bor. Bir dona kreditim bor. Bu kredit 30 millionlik kreditim bor, og'am mashina 30 million. Keyingi videomizda qanday inson bilan, yo'qram aniqli bir insonning otini aytsangiz ham bo'ladi. Kim bilan bizlar shunday formatda intervyu etsak, ya'ni sizga bergan savolimizni kimga bersak, xalqimiz uchun ko'proq manfaatli bo'ladi. Ko'pchilik biznesga qiziqadi, shu biznesmenlar, yosh ulqonlar bizlardan kattalar bor. Shular bilan uchrashsanglar, endi u qarshi bo'lmasa, ko'pchilik qarshi bo'ladi. Kommentariyada yozib qoldiradi odamlar kimga kerak ekan. Kommentda siz qaysi inson bilan intervyu etishimizni xohlaysiz? Fikringizni yozib qoldiring. Inshaalloh har doimgidek so'zingiz yerda qolmaydi. Komment qoldi, ketdik va podpiska bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Mashin temasida qanday xizmat kerak bo'ladimizni, oluv, sotuv, barter farqi yo'q. Umurbek aka, mendan kelaverasiz bemalol. Xizmatdamiz, kelaverasizlar.